Nativanning kechmishi. Povsi. Abdori Mahira Amar. Ovozda Gulcimilam Ömer. Mazkur asar Abdorning qo'shilishi bilan ovozliq kitob saloni tarafidan ovozga elinib, ovozliq kitob salonida tarqitildi. Boshqa har qanday salon va turbatlarning o'z oldiga ko'chirib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi. Amgikimizga hurmat qiling. Birinchi qism. Yurtimdagi dam ilishim nihoyatda tezla to'shib qoldi. Men ota-onam va urug'-tuqqanlarim bilan xo'shlashib, xizmat o'rnimga qaytish uchun avtobus bekatiga keldim va bilet ilib avtobusga chiqib, o'rnimni tepib o'ltirib, o'yindarimdagi uchurlarga javob qaytarishga boshladim. Qiziq. Hamma narsani unutib qolsaqmi, yanfonni unutib qolmaydigan bu zamonda yanfon kompyuterning, portmalning, telefon dafterining o'rnini ep bo'lgan bo'lib, bizga nurg'un qulayliklarni ep kelgan bo'lsa-mu, lekin biz ko'p hollarda uning ichidagi rangarang mavhum dunyoga mabdum bo'lib qolib, oramizdagi mehr-muhabbat so'zlashib ketyotadi. Bir chaqda avtobusga 28 yoshlar atrofidagi zilva bir qiz chiqib, yeshiga mos kelmagan bir mayuslik chiqib turgan ko'zlari bilan bo'sh o'rin izlashga boshladi. Men bir tarafga surilib, yenimdagi bo'sh o'rinni ko'rsatdim. U kelib joylashib o'ltirib olgandan keyin o'rindiqqa beshini tirab, ko'zlarini chim yumib oldi. Men dastlabda bu uzun safarda mungdushib mangadak bir hamrohga uchrabdiman deb xush bo'lgan bo'lsam, mana endi uning bu holatiga qarab kayfim uchib, yana telefonimga dum tushdim. Bekatda bir tarafda mashinalarning signal bergan ovozi, yana bir tarafda kimlarningdir bir-biri bilan xo'shlashgan, varqirashgan ovozi qo'shilib, qaynon tashqinliq bir holatda o'z turmushini davom etmekte edi. Mening bunu mo'rmas safardishim bo'lsa, bularga qarg'udak hapsilisi yo'q. Ko'zini mahkam yumib o'ltiratdi. Tushga yaqin avtobus oxir qo'zg'aldi. Yo'lovchilar dastlabda bir-biri bilan tonishib, qizg'in paranglashib ketgan bo'lsa, amdilikda bir-birlab uyquga ketgan edi. Ularga qarab, meningmi ko'zim uyquga ilindi. Mashinadan tushinglar. Shofirning ovozidan ko'zimni ochsam, allaqachon qorong'i tushib bo'lgan bo'lib, avtobus bir mehmonxonaning oldiga kelib to'xtagan edi. Mashinadan azroq chatoq chiqdi. Shunga bugun kecha bu yerda qo'nib, atiganda yo'lga chiqamiz. Mehmonxonaning yanida oshxona bor. Tamoq yeb, orom elinglar. Shofir shundoq deb pastga tushib ketdi. Biz rasmiyat o'tab yotoqlarimizga mangdiq. Qeyrishqandek heliqi mo'rmas bilan bir yotoqqa kirib qolganimni ko'mamdigan. Men ichimda g'o'dirab qo'yib, karvatga chiqib yetib, doktorxonadagi ashu xushbe'il qarindoshlarimni, mehri issiq ishxonamni, oldimga zo'r umidlar bilan keladigan bemorlarimni xiyol qildim. U chiroqni o'chirib, o'rniga kirib yetib, jimib ketdi. Bir chaqda uning mishildab yig'lagan ovozidan faqatla uxlayolmay, chiroqni yondirib, uning yeniga keldim. U yotqanni beshiga purkab yig'layotdi. "Nima bo'ldingiz singlim? Bir yeringiz bearam bo'tamdi?" U o'rnidan turib, tamg'a yo'linib o'ltirib, yoshli ko'zlarini menga tikdi va men o'ylamagan gapdan birni qildi. "Hada, aydis bemorlari turmush qursa bo'lamdi." Men uning suoliga damonliqqa nima deyishimni bilmay qoldim va o'zimning bilimiga asosan tushuncha berdim. Aydis kesli amaliyotda uncha qo'rqinchli emas.
Aydis bemorlarining ko'pinchisi ziyonkashlikka uchrag'uvchilardir. Faqat vaqtida dori ukullarni ishlatib, qaranlik tekshirtib, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'rsala, aydisdan saqlanish tadbiri qo'llansa, turmush qursa bo'ladi, dedi. U javobimdan qanoatlanmagandek yana shu savolni takrorladi. Men uning hikoyasining ashu qo'rqinchli kasal bilan munosabatlik ekanligini pamladimda, uningga qanoat his qilgudek javob berib, uning hikoyasini anglab bakmoqchi bo'ldim. Faqat doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'rsangiz bo'ladi, singlim. Nimishqa bundoq so'raysiz? Men bir doktor, qo'limdan kelsa, men sizga yordam qilaman. Menga nimish bo'lganligini aytib bering. Mening gapimni anglab, uning cheksiz qumliqda so'zsiz qag'chirab ketgandek holsiz yuzlariga so'z kulgi yugurdi. U ig'ir bir o'ksinib qo'yib, meni taqazzo qilgan hikoyasini boshladi. Nurimanning ota-onasining quchug'ida baxtdan allaylangan, g'amsiz jadimon kulgan chaqlar bo'lgan. Uning onasi bakmo mehri issiq bir ayol edi. Nurimanni qayerga borsa billa ib baratdi. Dadisining bo'yniga minib olib, o'g'il bolalardek sho'xlik qilib, dadisini at etib o'ynashni bakmo yaxshi ko'radi. Nuriman 5 yoshga kirgan shu yili onasi singlisi Faridani yengidi. Afsus, tug'uti qiyin kelib, bir hushidan ketgan peti qayta hushiga kelmadi. Lig'ildab turgan qip-qizil bir parcha go'shga o'xshaydigan Faridani dadisining qo'liga tutqizib, bosh chayqishib kirib ketishdi. Mana shuningdan boshlab bu oilaning barliq ig'irchiliklari dadisining zimmasiga yuklanib, tog'da qaddi qomati egildi. Parqaraq ko'zlari vaqtsiz tushgan qo'riqdan qo'rildi. Bechora dada Faridani bekib cho'nqig'icha ming o'lib, ming tirildi. Lekin qizlari uchun qilchi voysimidi. Har qachon eng yaxshisini qizlari uchun talqilatdi. Urug' tuqqanlar bir necha yerdan loyiq topgan bo'lsa-mu, Qodir aka qo'shilmay qo'ydi. Birsini bolasi yo'qkan, bola bekishni bilmaydi desa, yana birsini bolasi borkan, o'z bolasini e'tiborlab, mening bolalarimni qarlaydi deydi. Uning bundoq bahona sabablariga gap deb beradigan tuqqanlari oxiri uni mayliga qo'yibdi. Hurmatli o'qirman do'stlar, bu asarning davomini anglamoqchi bo'lsanglar, diqqatinglar davomliq ovozli kitob salonida bo'lsin. Esinglarda bo'lsin, qo'llash sizlardan, tirishish bizdan. Mazmunlarimiz sizlarga yarg'an bo'lsa, do'stlar chembirgiga ham bahrlab qo'yishni va ostidagi e'lonni chekib qo'yishni unutib qolmanglar. Sizlarning qo'llashinglar bizning taraqqiyotimiz.